16 haftali homiladorlik ayol dvoyniy, ya'ni ikkita homila bilan keldilar. Xursand bo'ldik, lekin bitta yaxshi emas tomoni, ikkala homilada ham yurak urishi aniqlanmadi. Bitta boylarimiz afsuski. Ko'pchilik so'raydi, nima uchun homila rivojlanmay qoladi? Buni sabablari hozir mana shu videoda ko'rsatib o'tmoqchiman. Buni sabablari juda ham ko'p. Infeksion kasalliklar bo'lishi mumkin. Onaning o'zidagi boshqa bir qanaqadir kasalliklar bo'lishi mumkin. Kamqonlik, ko'p asabiylashish bo'lishi mumkin. Shuning uchun hurmatli ayollar, asabiylarni asranglar, homiladorlikka tayyorlaninglar, hamma tekshiruvlardan o'tib, keyin homilador bo'linglar.